Olivye sezonida ehtiyot choralarini ko'ramiz. 30-31 dekabr to'g'rilab olivye qilib, keyin 3 kunlik olivye yeyishinglarni bilaman. Chunki mayonezli salatlarni saqlash muddatlarini ko'raylik. Rossiyaning Rospotrebnadzor eslatmasi bo'yicha qaynatilgan sabzavotlardan salatlar 18 soat, zapravkadan keyin esa 12 soatgacha saqlanish mumkin ekan. O'zbekiston sanitar normalari bo'yicha ko'p salatlar 18 soatgacha saqlanish mumkin. Lekin bular hammasi xolodilnikda saqlash bo'yicha Amerikaning Food and Drug Administration aytishi bo'yicha mayonezni xona haroratida 2 soatgacha saqlash mumkin. Xo'p, unda nimalar qilsa bo'ladi? Faqat hozir yeydigan porsiyangizni zapravka qiling, ya'ni mayonez qo'shing. Ertaga yemoqchi bo'lgan porsiyangizga mayonezni ertaga qo'shasiz. Ikkinchidan, mayonez o'rniga smetana ishlatish. Menga ham smetana mayonez o'rnini bosa olmaydi, lekin smetana mayonezdagi produktlarning strukturasini unaqa tez buzib yubormaydi. Uchinchi ish, salatlarni shisha idishda saqlash. Salatingiz metall tog'orada tezroq buziladi. Har yil shunaqa qilamiz, necha deyishingiz mumkin. Eslataman, bu yildan boshlab aptekalardan juda ko'p dorilarni retseptsiz ola olmaysiz. Sizlarning esa uyingizda yosh bolalaringiz bor.